150 kvadrat xonadoningiz bor. Santexnika atapleniya ishlariga necha pul ketadi degan savol qiynayotgan bo'lsa, shu videoni oxirigacha ko'ring. Bu kirish eshigimiz. Shuna kirganda kollektor joylashtirganmiz. Uzun kollektor bor. O'rtada o'ng tarafda oshxonamiz. Keyin katta zal. Keyin ikkita chetda spalni bor, ikkita detskiy xonamiz bor. Hamma xonamizda to'pli pol qilingan. Har bitta xona uchun to'pli polimiz alohida izolyatsiya orqali kelyapti. Shu polni tagidan borib to'g'ri kollektorga borgan. Kollektor uchun alohida ustidan to'pli pol montaj qilganmiz. Har bitta xonada termostatlar bo'ladi. Har bitta xonani haroratini alohida boshqarsa bo'ladi. Kanalizatsiyalarimizga silikon trubalar ishlatilgan. Ustidan 2 qavat shumka qilganmiz. Suv uchun Henko belgan trubasini ishlatganmiz. Bunda plastmas truba ishlatilmagan, hammasi metall plastik truba press sistemada qilingan. Bular uchun Italiyaning Timi Cobra Pex trubasi ishlatilgan. Metrlar hali qo'yilmagan, joylarini chiqarib, suvab stechkaga tayyorlab qo'yganmiz. To'pli polimiz mana shunaqa ko'rinishda chiroyli qilib montaj qilib chiqilgan. Tagida 3 sm teraplex solingan. Kollektorlarimiz расходомерный Polshani kollektorlari. Bu radiator uchun, bu to'pli pol uchun. Radiatorlarimiz hammasi luchovый sistemada bo'lgan. Ularda odatda 50 litalik truba tashab ketiladi mo'ykaga. Biz buni almashtirib 76 litalik truba qo'yib yuborganmiz. Oshxonada shu joyda kotelnik bo'ladi. Stechkadan keyin trubalarni tarqatib joylashtirib olamiz. Hamma joy top-toza qilib stechkachilarga tayyorlab qo'ydik. Kollektorimizni ham o'rab qo'ydik. Xonadonimizni shu ko'rinishga kelguncha jami ish haqisi bilan 55 million so'm ketdi. Ishimiz yoqqan bo'lsa, like bilan podpisatsiyani bosib qo'ying.